Dostlar, o harfi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyotdi. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Baş o. Yalğız o. Ayaq o. Ulan mı o? Osman jim o'ltir. O'qil solaman. Onta o'qilma, Yahya qo'rqaman. Dada do'ppa tik, men do'ppa satay. Men radio ba, sen-chi? Men de uningdanmi yo'g'on radio bor. Ishki radio naqshi aytdi, ishki bola quloq etdi. Sol qo'limda ot olaman, o'ng qo'limda chaqimiz yeyman. O ne on o te ot oga rani qo'shsak ora bo'ladi. O re ara ora. Oga tani qo'shsak ota bo'ladi. O teata ota. A teata ata. O te ot o teata ota. Ata ot ota. Toz haqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qolg'achqa uydan zodiri chiqqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan. Buningdan ajablangan Toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larzon usulga tushibdi. Quyosh Tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib atgandan keyin orom elib o'tirgan bir jup ota bolani ko'ribdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağıdı devatıdı. Etizdeki kalan otlarını tezrak otu ötey. Deptu otisi bir çağda. Ma'qul. Deptu bala. Ula etizga kepti. Alay oğlum, otni mavi orgaq bilen al. Deptu otisi. Birdamdan keyin rastıl yağmur yağıp ketibdi. Ota bola ishkaylan amonsiz uyiga qarab yo'l olibdi. Yağmur bag'ansili qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketib olsa, ularga heliqi Toz uchrab qopti. Toz ularga atdiganda quyoshni qanday qilib osmonga ib chiqqanligini so'zlab berib ekan, ular Tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanım qattiq ag'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib Toz quyoshning insonlarning yaqin do'sti bo'lib qoldi.